Chapa-chaka salom do'stlar. Sizlar bilan Bunyod 2014 bo'ladi. Bugungi videoda men lavali dunyoga tushib qoldim. Ko'rib turganingizdek hamma yoq lava. Men hozir bu yerdan lavali dunyodan o'tishga harakat qilaman. Hozir u yerga borishga harakat qilib ko'rishim kerak. Bu kichkinalar. Tak, sandiqda ko'ramiz nimalar borligini. Cho'p bor ekan. Suyak, daraxt bizlarga kerak bo'ladi albatta. Menimcha suv yordamida borsam kerak. Sizlar esa videoga like va obunani bosib qo'yinglar. Sizlar qanchalik ko'p menga obuna va like'larni bossanglar, video tez chiqishiga sababli bo'ladi. Suv yordamida aniq bora olamizmi? Bu xuddi shunaqa qilib boraveramiz endi. Suvni olamiz. Suvni qo'yamiz. Shuna qo'yib. Qo'yildi. Ikkinchi kanalimga video chiqarmay yurgandim. Unga hozir mana bu obunachisi kam bo'lganligi uchun unga chiqarmay yurgandim. Boshqa bunisini to'g'rilab olib, obunachini kuchaytirib, sal yetishib olgandan keyin yaxshi 30 ta obunachi yig'ay, men shunga keyin orzusiga chiqarishga va'da beraman. 30 ta obunachi, ertaga 30 ta. Hali 23 ta men obunachim bor. Ikkinchi kanalimda esa 43 ta. Shuning uchun ham mening kanalimga like va obunalarni bosib qo'yishni unutmanglar. O'lsam hozir yerda paydo bo'laman. Yubilit. Suvxona. Yo-moyo, lavani olyapman ekan-ku. Qaytib boraylik-da. Ha do'stlar, men suv topib keldim. Hozir u yoqqa o'tib olamiz. Tezroq qo'yaylik buni. Voy, adashib ketdim. Kechirasizlar, lekin shunday qilib yo'qlarga, katta joylarga boramiz. Sandiqning ichidan narsalar chiqadi. Bizga daraxt ham ekish kerak. Do'stlar, ko'rib turganingizda ozroq qoldi. Bir qadam qoldi. Va bu yerga kelib oldim. Endi yo'qlarga sekin-astalik bilan boramiz. Sizlar esa videoga like va obunalarni bosib qo'yinglar. Buradan mayli, bu ham yaxshi kiyim yasab bo'lsam bo'ladi, lekin kirka kerak. Qani esa yog'och. Uncha bu bambuk kerak emas bizlarga. Daraxtni ekish kerak-da, daraxtni yog'och chiqadi. Lekin u qachon ekishadi, shunga hayron. Bizlar esa u yoqqa borib turamiz. Sizlar esa albatta videomga like va obunalarni bosib qo'yishni unutmanglar. Lava nimaga kerak ekan menga shunga tushunmayapman. Qo'yil, nimalar qo'yilmaydi. Hoppa. Voy, yo'q-moyo. Do'stlar, ko'rib turganingizdek narsalarim yo'q bo'lib ketdi. Lavaga tushsam, mana bu lava bilan suv qoldi. Shunisiga ham shukr. Suv bilan uzoq yo'llarga borsam bo'ladi. Narsalar sandiqqa solish kerak ekanda, kerakli narsalarni. Olmam bor edi u yerda. Mayli. Uzoqda turib ish kerak ekanda. Yo'q-moyo. Qancha? Uzr, xatolik ketib qoldi. Yo'q-moyo. O'qizgan yerim ancha joy kengaydimi? Qayta shuni desam bo'ladigan-a, boya shu kallama kelmayapti do'stlar. Boya tushni topish kerak. Buni qarang, shuncha. Boya shu kallamga kelmayapti-ku, mening kallamga kelmayapti. Sandiq yo'qmi? Sizlar nima qilaman o'g'lim sizlar? Tak.
Bir katta joy. Toshlar bor ekan. Ularning daraxtimiz hali o'smayapti. Buni ham xuddi shunday qilib kattaytiramiz. Ilmiga suvni tashlaymiz. Hamma yoq kattayadi. Bu nimaga shu mening kallamga kelmadi degan savol ham borda. Mayli, hech qisi yo'q. Hamma yoq kengish joy qilib oldim. Kattaroq. Juda bo'lavermaydi. Sandiq bor yerga borish kerak. Tak. Nima ekan bu? Mayli. Pamukdan boshqa narsa yo'q. Bu nimaga o'smayapti? Hali bo'pti. Yo'qaveramiz endi. Sizlar esa videoga like va obunalarni bosib qo'yinglar. Men ham kattaytirib yana tushib ketmaylik. Sizlar qanchalik ko'p menga like va obunalarni bossanglar, men ham shunchalik video tez chiqishiga sabab bo'ladi. Kirkam ham yo'q. 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 Ne koşmuyorum. Bir muhabbet ederim oldu. Hiç hazırlayayım sandık yok. Yuma yok. Sandık. Kırıcı. Bulduk mu? Yok şu. Hoppa. Ay gidiyor. Ya o bulan altı şey gerek. Ne gerek var ya bunun? Dilini buluhan yaşayıp bulmaydı. Sekiyorsa tarafı uçturuş gerek. Tarafı uçmayacaktı. Katedramiz hala yerine. Hazır önce bir koyun çizdi. Hoz daraqni uçturaman. Shabadeyn. Men kechirasizlar do'stlar, mikratik o'tib yog'isini olib oldim. Daraxt o'smayotganiga olib olgandim. Uzr so'rayman. Daraxt sizlarda bor. Buradan azıcık kirke yasayım. Tak, kirkeni yasaymiz. Bitta kirke, yog'ochlar. Endi zo'r bo'ladi. Tak, bularni shu yerga qo'yamiz. Hoppa. Shuni shu yerga qo'yamiz. Tak, bu yerga bizga yo'q, kirke kerak, kirke. Kirke nima? Yo'qmi kirke bu yerda? Mana. Ko'pincha kirka kerak. Toshlar bo'ladi-ku o'zlarda. Shunaqa toshdan olamiz. Narsalarni tashlab turish kerak. Hozir lavaga tushib bo'lib ketmasdan. Buni tashlaymiz, buni tashlaymiz. Buni tashlaymiz. Hozir turdi. Tak. Buni kerak emas. Mana endi tosh yo'q, daraxtim shu vaqtda o'samada do'stlar, qaranglar. Shu kirkani to'g'rilab qo'y. Mayli. Hech qisi yo'q. Vaqtni ko'p cho'zmay dedim-da. Yo'q. Tosh kerak. Lavani qo'yapman. Bana
Teknolojiya bo'lyapti-ku, teknolojiya. Tushib ketmasam bo'ldi hozir bu yerda. Yo'q, men ko'rmayman. Yo'q, hammasi shunday nima bo'ladi? Afigan qo'rdim. Men hech oldim. Biz buni ham olamiz. Yo'q, tushib ketma. Hoppa. Oldim. Deb yo'qni olamiz. Kommentariyaga o'z fikringizni yozib qo'ying va like tugmachasini ham bosib qo'yinglar. Men qarayman-da, 2-3 ta like bo'ladi. Kommentariya 0 da. Shunga xafa bo'lyapman. Shunga video chiqarib kelmayapti-da meni. Sizlar kuchaytirib kommentariyalarni shunaqa qilib tashinglar. Videomni ham chiqarib boshlayman. Shuncha albatta men videomga like va bularni bosib qo'yishni unutmanglar. Agar videomda xatolik bo'lsa, uzr so'rayman. Tak, endi yo'q qilishimiz kerak kattaroq. Toshlar ko'p ekan, keyin nima edi? Ko'mir ham bor ekan. Tashlaymiz mana. Endi bu yoqqa tashlaymiz. Bu yoqqa tashlaymiz. Bo'ldi. Bo'lmadi. To'xtab tur. Bu qayerdan keldi bu? Qayerdan keldi? Hozir bizga tupuradi. Qo'yish kerak bu yerdan. Yo'qmi, shiqillatish kerak. Yo'qmi? Yo'q. Tushib ketmaylik. Buni ham ozgina yetaveraylik bo'ldi. Yo'qmi? Yo'q. Buni qoraylarda do'stlar. Nimasi bu endi? Tushib ketsam nima bo'ladi? Sakrab yurganimda. Pop tushib ketsam. Yo'q, temir ham bor ekan bu yerda. Yaxshi. Lekin bu yerda bizlar temirni qazolmaymiz. Toshli kirka kerak bo'ladi. Toshli kirka. Toshlarni qazib olamiz. Xuddi shunday qilib qazib olamiz. Qilamiz. Yo'q. Qolishida ham qoldi. Yo'q. Uyda nima bor ekan? Nimaligini bilmadim lekin. Hoppa. Hop. Yo'q. Bu yoqdamidi? Hoppa. Shunday qilib hammaga xayr do'stlar. Video tugadi. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. Sog' omon bo'linglar. Keyingi videoda xayr. Va like tugmachasini bosib qo'yinglar.